Tanishing, bu ayol Saodat Nizomova. Birgina igna orqali tarix va bugun o'rtasida yangi bir ko'prik hosil qila olgan haqiqiy o'zbek ayollaridan. Ular tayyorlagan ishlar, san'at asarlari hozirgi kunda nafaqat xalqimizni, balki jahon ahlini lol qoldirib kelmoqda. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida hunarmand opamizning faoliyatlari va daromadlari haqida tanishtirib o'tamiz. Men hunarmand Nizomova Saodat kenjayimda bo'laman. Hozirgi kunda men 4-avlodman, qizim 5-avlod. Onamning onalari Kumushbebidan qolgan, bu bizga qolgan Iroq kashtachilik. Oldinda Shahrisabzda do'konlar bo'lardi. Do'konda bigiz tikishardi. Biz oilada 8 qiz. Hammamiz tikamiz, lekin Menga o'tib qolibdi, men davom ettirdim, men bundan xursandman. Qo'limdagi Alloh taolo bergan baxtdan xursandman. Mehnatim bu baxtim. Shahrisabz kashtachilik san'ati 19-asrga kelib o'ziga xosligi, an'anaviyligi bilan O'rta Osiyoda shuhrat qozondi. Shahrisabz kashtachiligi asosan Iroqi uslubida tikilsa-da, unda yo'rma va kanda xayol choklardan keng foydalanilgan. O'sha davrlarda beklar va amirlik saroylari kashtachilik namunalariga buyurtma beruvchi asosiy iste'molchilardan hisoblanar edi. Shu bois bu milliy mahsulot ko'pincha shahar muhiti va tarovatining estetik didini o'zida aks ettiruvchi asosiy buyum hisoblangan. mana shu bizning uyda kashtalar bo'lardi, bigiz kashtalar. Har bitta onamdan so'raganimda, onajon nima kashtalab qo'yasiz uylarga desam, balam bu kashtalarga farishta malikalar qo'nadi dirdilarda. Shundan shu yuragimga singib qolgan bu kasbni davom ettirdim. Iroq kashtachilik bu shundan farq qiladiki, mana Xorazmni yoki nima desam, Buxoroni kashtachilikdan farq qiladigani, Iroq kashtachilik deyilgani, bizning kashtamiz kanavada tikiladi. Har bir katagida mana shu qo'limiz 2 martadan kirib chiqadi. Ularda tikkan bigizlariga faqat gulini o'zini bargini tikadi. Tagi qoni tikilmaydi. Bizda qoni ham tikiladi. Bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur ham o'sha vaqtlarda boshqa yurtlardan eng yaxshi naqqosh va hunarmandlarni olib kelganligi bois shaharda hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Natijada Shahrisabz kashtachiligida ham naqqoshlik, o'ymakorlik bilan bog'liqlik, gul shakllarining tushirilishi, barg naqshlari bilan boyitilgan o'simlik shakllarini ifodalovchi bezak uslublari yaxshi rivojlangan va haqiqiy bezak kompozitsiyalarini, xalqona shakllarni o'zida mujassamlashtirgan tasvirlar paydo bo'lgan. Xalq amaliy san'ati Iroq kashtachilikning bir necha yo'lanishlari bor, naqshlari bor. Mana qo'limdagi hozirgi nusxa bu onalarimizdan qolgan chayon nusxa. Bu xalq amaliy san'ati onalarimiz, buvlarimizdan qolgan. Bizning Shahrisabzga masalan yo'rma, bigiz, Iroqi kashtachilik keng tarqalgan. Bu masalan chayon nusxa. Bu chayon nusxa degani baxt keltiradi, omad keltiradi. Onalarimizdan mana shu o'gitni olib qolgan biza eslab shularni tikamiz. Bular har bitta sanab tikilar. Onalarimiz sanab tikkan. Mana shu yerdan boshlagan o'sha o'yib sanab bu matematika. Buni olib qarasa matematika sanab tikib chayonni chiqarib, keyin baqidan chiqib rang beradi. Har bitta kataki 2 martadan igna uriladi. Mana shu Iroq kashtachiligimiz butun O'zbekiston, butun dunyo biladi. Shahrisabz tikishini-da. Mana shu Qashqadaryoga necha xil tur kashtachilik bo'lgan bo'lsa, lekin bizni Iroq kashtachiligida dunyo tan olgan. Har bittasi mana hozir tabiiy rangda tikilgan, bular tabiiy rangda tikilgan.
Tadqiqotchilarning aytishicha, Shahrisabz kashtasi gulbezaklarning ko'pligiga ko'ra Buxoro va Nurota kashtachilik namunalariga yaqindir. Nurota kashtachiligida gul tasvirlariga nazokat va nafislik baxsh etuvchi erkin tagligi katta o'rin tutsa, Shahrisabz kashtachiligida taglikni to'laligicha naqsh bilan bezash yoki bezakning bir tekisda taqsimlanishi yanada yorqin aks etadi. Shu sababli Shahrisabz kashtachiligining asosiy va qo'shimcha bezaklari bezak sifatlarini kuchaytiruvchi yorqin ranglar jilosi bilan ajralib turadi. Mendan keyin mana 5-avlod qizim bo'ladi. Qizim davom ettirib kelyapti. Men bundan ham xursandman. Qizim juda ham talabchan, o'tkir. Agar hali boya aytganimdek shogirdan ustoz o'tmasa u shogird bo'la olmaydi, ustoz bo'la olmaydi deganimdek, qizim hozirgi kunda u ham mana shuni Dilnoza kashtachi ishlab chiqarishni ochgan, qo'liga 30 dan ortiq ishchisi bor. Men o'zimdan tarix qoldirishni xohlayman. Mani nabiralarim, nevaralarim, buvim mana shunday kasb egasi ekan, mana shunday san'atlarning egasi ekan deyishni xohlayman. o'n 19-asr oxirlariga kelib, Shahrisabz kashtalari xalq san'atining noyob asarlari darajasiga yetdi va Temuriylar davridan beri saqlanib kelayotgan an'anaviy madaniyatning nechog'lik betakror bo'lganligini yana bir bor isbotladi. Samarqandning yangi ochilgan Boqiy shaharida xizmat ko'rsatamiz. Har bir kelgan hunarmandni o'ziga qaragan holda, mehnatiga qaragan holda joylashtirganlar. Har bitta usta o'zini maktabi bilan ishlayapti. Masalan, pichoqchi nechinchi sulola avlodlar, katta xalq ustalari bor yerga. Hamma hunarmandlar birgalikda o'tirib maktab almashamiz, ular bilan do'stlashdik. Men masalan Samarqandliklar kelib qanchasi bizga o'rgatyapti. Masalan, chet elliklarga biz master klasslar qilamiz. Viloyatdan kelgan hunarmandlar hammamiz xursandmiz, mamnunmiz. Chunki bu chiroyli Boqiy shaharda haqiqiy haq amaliy san'atini biladigan ustalar joylashgan. Chunki ustalar bilan bir-birimizga muloqotda bo'lib, yana ishlashga harakat qilamiz. Shahrisabzga oldin kichik bir uydan korxonamiz bo'lsa, hozirgi kunda prezident tarafimizdan imtiyoz bilan berilgan aligani ichida katta bir ishlab chiqarishimiz bor. Allohga shukr, alhamdulillah. Bu yil kamtarona mehnatimni prezidentimiz ko'krak nishon medali bilan taqdirladilar. Men bundan xursandman. Yana yaqinda biz hozir o'z ustimizda ishlab, Yaponiyada mana shu maktabimizni ochmoqchi bo'lib harakat qilamiz. Tadbirkor hunarmandlar uchun katta ochiq muloqot bo'ldi. Bunda qatnashdim men. Hunarmand tadbirkorlarga juda katta qaratish berildi. Ha, odatda tadbirkorlar o'z daromadlari haqida hech bir aniq gap aytishmaydi. Buning birinchi sababi ko'z tegadi deyishsa, ikkinchisi soliqchilar bilib qolishadi deydi. Tasvirga olish davomida hunarmand opamizga ham shu ko'rinishdagi savolni berdik. Hech yashirib o'tirmay barchasini aytib berdilar Saodat opa. Qoyilmisiz? Albatta, agar har bitta tadbirkor hunarmand o'zini bozorini topolmasa hunarmand bo'la olmaydi. Chunki hunarmand izlanadi, tinmaydi. Ana o'shanday hunarmand tadbirkor bo'la oladi. Biz kecha kunduz izlanamiz. Allohga shukr, alhamdulillah. Bizda aytamanki, prezidentimizga yana bir bor rahmat aytaman. Oliq soliqdan ozod qilib qo'yibdilar. Agarki menga bergan katta arenda to'la deyishsa, men to'la olmasdim. Mana bundan ozod qilib qo'yibdilar. Mana biz Boqiy shaharda hozirgi kunda eng o'rtacha daromad topadigan xotinman. Chunki harakat qilaman, ertachi kelaman, ishimni yo'yaman, ishimni tikaman, master klass ko'rsataman. Men shu qo'limdagi 100 ta xotin, 80 ta xotinga men oylik bera olmayman. 100 dan ortiq hozir ishchim bor.
tadbir bo'ldi. Shuning ichidan bitta xonim kelib kashtamni so'rab 30 millionga narxladim kashtamni. Agar pulim yetganda olardim deb qo'limdan o'pib ketdi. Baxt kelsan deb o'sha sahnadan qo'limdan o'pib ketdi. Tasanno sanga dedi. Men shunday mag'rurlandimki, xursand bo'ldimki, albatta katta so'zanalarimni ham xaridori bor ekan. Endi yana bir savol tug'ildi. Misol endi mahsulotning hajmiga ham bog'liq. O'rtacha eng arzonroq mahsulotingiz narxi necha pul? Eng qimmat mahsulotingiz o'rtacha narxi? Mani mahsulotlarim o'zimni olib qarasa bebaho. Aslida bebaho, lekin bozor ko'targaniga qarab, talabga qarab sotamiz. Talab, xalqning talabiga. Masalan, o'zbek sayyohlariga eng arzon narsam 10 ming so'm. 10 ming so'm. Eng o'sha o'zbek sayyohlar eng qimmat narsam 100 ming so'm. Bemalol olishadi. Chet elliklar uchun eng arzon narsam 100 ming, eng qimmat narsam 4 ming, 5 ming dollar. Mana shu qo'limdagi iroq kashtachilikda bizda yostiq jild deydi. Mana shu yostiq jilddan Germaniyaga eksport qildim, 4 ming dollarlik. o'n 19-asrning ikkinchi yarmida kashta tikish mashinasi ixtiro etilgach, sanoati rivoj topgan mamlakatlarda kashtadozlik korxonalari vujudga kela boshladi. Ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi an'anaviy kashtadozlikni inqirozga uchratdi. Kashtadozlikdagi mavjud an'analar susayib ketdi. Arzonbaho mashina kashtalari katta mahorat va ko'p mehnat talab qiladigan qo'l kashtalarini siqib chiqardi. Lekin bu an'analar bizni hech ham tark etgani yo'q. Aksincha, yurtimizda hunarmandlarga yaratilib kelinayotgan imkoniyat natijasida milliy hunarmandchiligimiz yanada rivojlanmoqda. Buni mana bu nafis ishlarni ko'rib ham bilib olishingiz mumkin. O'rtacha yostiq jildi 10 kunda, tez tiksa 10 kunda bitadi. Har bitta xonadonga bittadan bersam, siz o'ylab qarang, 1 oy 2 oy ketadi. Shuning uchun zakasni ertaroq olamiz. Zaklat ertaroq teylashadi. Zakas uchun keyin biz ish boshlaymiz. Masalan, bitta so'zani tikmoqchi bo'lsak, ikkita shogird bilan tiksak, bitta so'zanini boringki 3 oyda tikamiz. Bitta masalan pidjak yoki kostyum zakaz olsak, uni 1,5 oyda tikamiz. Shuning uchun bozorim chaqon qilish uchun mana shu o'zimiz sayyohlarga sotayotgandan 5 dollar, 10 dollar kamroq aytamizki, bozorimiz chaqqon bo'ladi. Shuning uchun bozorim yaxshi, Xudoga shukr. Men o'zimdan keyingi hunarmandlarga, kichik hozirgi boshlaydigan hunarmandlarga aytamanki, faqat xalq talabiga qarab harakat qilib chaqqon bo'lish kerak. Bir kuzating-a, qanchalar takrorlanmas. Yorqin naqshlar, ko'zni qamashtiradigan jilvador xususiyatga egaligi, o'tmish va bugunni bog'lab turgan ko'prikdek bamisoli. Yana ularda o'zbekning milliyligi, hayo, ibo, nafosat va nafisligi kabi tushunchalar yashirin. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu jilokor liboslar nafaqat o'zimizda, balki boshqa millat vakillari orasida ham katta qiziqish uyg'otadi. Welcome. Chef. Yes. I'm master. Looking, please. $10. $10 handmade. Is this handmade? $10. Is this $8? Is this $8? Is this handmade? $10. Very cheap. I am master. Madam. Saodat opa bilan suhbat davomida ko'rsatuv ijodkorlari shunga amin bo'ldik. Saodat opadek o'z yurtini sevadigan, uni madh etish uchun kerak bo'lsa, jonini da fido qiladigan inson juda ham kam bo'lsa kerak. Suhbat davomida
ularning bunday mehr bilan to'lib toshib gapirish sababini ham bildik. Bu mehnat bu insonni ulug'laydi. Mehnat bu insonni tarbiyalaydi. Mehnat bu Allohning bergan ne'mati. Mana men Shahrisabzdan kelib, mana shu o'zimni faoliyatimni xalq amaliy san'ati kashtachiligini mana shu yerga 1 yildan ziyod bo'ldi. O'z mehnatimni butun O'zbekiston, butun dunyoga ko'z-ko'z qilib ko'rsatib xizmat qilyapman. Bundan men juda ham xursandman, faxrlanaman. Chunki bizni yurtimizga ko'z tegmasin. Alloh nazar tushgan yurt. Chunki bizni prezidentimiz odil. Hali O'zbekistonimizni butun dunyo taniydi. 130 ta davlat bo'ladigan bo'lsa, hammasi taniydigan darajada keladi, Xudo xohlasa. Men baxtliman deb olaman o'zimni. Chunki baxtlilar yurtida yashayapman. Saodat opaga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. 100 dan ortiq oilaning qozoni qaynashiga sababchi bo'lishlari, buning ortida tinimsiz mehnati, bedor tunlari yu yurtga bo'lgan mehr va opaning o'z hunariga bo'lgan sadoqati yotibdi. Yurtimizda Saodat opa kabi hunarmandlar juda ko'p. Biz esa ularni sizga tanishtirib ko'rsatishdan aslo tolmaymiz.